Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan oila psixologiyasi fanidan ota-ona, bola munosabatlari psixologiyasi mavzusi bo'yicha fikrlashamiz. Mavzumiz asosan ikkita rejadan iborat bo'lib, birinchi rejamiz ota-ona, bola munosabatlari tizimi, ikkinchi rejamiz reproduktiv xulq psixologiyasi hisoblanadi. Ota-onalar va bolalar o'rtasidagi munosabatlar bu tarbiya psixologiyasini o'rganishning predmeti bo'lib, uning maqsadi ota-onalar va bolalar o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirish mexanizmlarini aniqlash, avlodlarning o'zaro ta'sirini aniqlash, shuningdek, ota-onalar va bolalar o'rtasidagi o'zaro tushunish psixologik muammolarning oldini olishdir. Oilaviy munosabatlarning beqarorligi, bolani to'g'ri tarbiyalash qobiliyati va xohishining yo'qolishi bir qancha tashqi va ichki omillar bilan belgilanadi. Bola uchun oila asosiy yashash joyi, rivojlanishi va psixologik shakllanishi hisoblanadi. Bola erta bolalik davrida oilada ijtimoiy munosabatlarning asosiy modellarini tushunadi. Shu jumladan ota-onalar va bolalar o'rtasidagi munosabatlar, ota-onalar va katta avlod o'rtasidagi munosabatlar shakllanib boradi. Bolalik bu inson rivojlanishining asosiy davridir. U dunyoni bilishni o'rganadi. Idrokning asosiy mexanizmlarini tushunadi. Odamlar o'rtasidagi munosabatlarning asoslarini tushunadi. Psixologlarning fikricha, bolalikdan asosiy ko'nikmalar hamda shaxsning psixologik fazilatlari shakllantirilib boriladi. U faqat keyingi hayoti davomida rivojlanadi. Oila instituti bola uchun o'ta muhim, chunki bolalikdan jamiyatdan qisman ajralib qolish xarakterlidir. Bola uchun ota-onalar insoniy munosabatlarni tushunishning asosiy manbai hisoblanadi. Bola shaxsiyatining shakllanishiga nafaqat ota-onaning bolaga bo'lgan munosabati, balki ota-onaning bir-biriga bo'lgan munosabati ham ta'sir ko'rsatadi. Agar bolaga ota-onadan yetarlicha e'tibor berilsa, ikkala ota-ona ham uni tarbiyasiga bir xil darajada faol ishtirok etsa, bola g'amxo'rlik va muhabbat bilan o'ralgan bo'lsa-da, lekin ota-onaning o'rtasida ziddiyatlar yuzaga kelsa, bu vaziyat bolalarda aks etadi. Oila muhiti bolaga ikki xil darajada ta'sir qilishi mumkin. Uning shaxsiy rivojlanishi hamda uning jamiyatdagi munosabatlarining shakllanishiga. Ota-onalar va bolalar o'rtasidagi munosabatlar asosan oilaning turmush tarzi, farovonligi, xotirjamlik va ishonch hissi, har bir oila a'zosining xavfsizligi, oilani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish istagi bilan belgilanadi. Ota-onalar va bolalar o'rtasidagi munosabatlar asosan diktatura, murabbiylik, sezgirlik, do'stlik, e'tiqod asosida amalga oshiriladi. Diktatura asosan ota va onasi diktaturani tanlab, yaxshi niyatlarga tayanib, bolalarning hayotini to'liq nazorat qilishni xohlaydilar. Biroq haddan tashqari himoyalanishning natijasi ruhiy buzuqlikning paydo bo'lishi. Ko'pincha bola tengdoshlari bilan yetarli vaqt o'tkazmaydi, o'z fikrlari bilan yolg'iz qolmaydi va shaxsiy xohish istaklariga amal qilmaydi. O'sib borayotgan bolaning mo'rt dunyosi butunlay xotirjam bolalikdan mahrum bo'lgan kattalar qo'lida. E'tiqod esa o'z orzularini ro'yobga chiqara olmagan ota-onalar shaxsiy xatolarini tuzatish uchun o'z orzularini bolalarga topshirishadi. Kattalar uchun bolaning mustaqil shaxs ekanligini, uning mulki emasligini va bolalarni sevilmaydigan biznesga majburlashning hojati yo'qligini unutmaslik kerak. Bolalarga ota-onalar taklif qilmay, o'z hayotlarini yashab imkoniyatini berishi kerak bo'ladi. Do'stlik. Kattalar bola hayotida ishtirok etib,
unga shaxsiy makon beradi. Ota-onalar va bolalar o'rtasidagi munosabatlarga ishonch bor. Harakat erkinligi, har doim maslahat so'rash imkoniyati bunday munosabatlarning asosidir. Kattalar o'z obro'sini saqlab, bola bilan do'stona munosabatda bo'ladilar. Ular merosxo'rning manfaatlarini baham ko'rishadi. Sezgirlik. Bunday munosabatlarda bola ota-onasining doimiy ayblovlari va tanbehlarini eshitadi. Tashqi tomondan sezgir bo'lmagan ota-onalar shafqatsiz ko'rinadi. Bola o'zini keraksiz his qiladi. Bolani tarbiyalash jarayoni sevgi, mehr va tushunish bilan to'la emas. Voyaga yetgan bolada bolaligidan davom etgan shikoyatlar salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Natijada kelajakda ota-onalari bilan munosabatlarni davom ettirishdan tez-tez bosh tortadi. Bu esa hayot davomida to'plangan bolalikdagi shikoyatlar o'sha ota-onasiga salbiy munosabat bilan javob beradigan kuchli dalillardir. Murabbiylik. Ota-ona va bola o'rtasidagi murabbiylik munosabatlari uyg'unlik va donolikka to'la. Bunday oilalarda avlod har doim dono odamdan tavsiyanomani olishi mumkin va tanbeh bermaydi. Itoatsizlik jazolanadi va mustaqillik faqat rag'batlantiriladi. Bu munosabatlar modeli ishonch va ratsionallikka asoslanadi. Ota-onalar bolaning xatti-harakatlarini boshqarishga harakat qilib, uning hayotiga doimo ishtirok etadilar. Kattalar bolalarning hayotda o'z yo'lini tanlashga yordam beradi. Ular bilan tushunish va ishonch darajasida muloqot qilishadi. Bolaning bunday sharoitda o'sishi va rivojlanishi uchun quyidagi tavsiyalar muhim sanaladi. Birgalikda ko'proq vaqt o'tkazing. Bolalarning xatolar va nazoratlarini qattiq baholamang. Qutqarishga kelgan birinchi odam bo'ling. Buning evaziga yordam so'rang. O'z his-tuyg'ularingizga ochiq bo'ling va bolangizga ularni ko'rsatishga ruxsat bering. Eslab qoling, eng qimmat o'yinchoqlarning hech biri bola uchun ota-onaning o'rnini bosa olmaydi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.